Zor məğlubiyət. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20-ci əsrdəki komünizmның güllىنىشى və ھالاكىتى. 7-ci bab Komünizm تەرەققىي qىلىۋاتامدۇ ياكى يىمىلىۋاتامدۇ. Davamı. Yeni bir mühim məsələ bolsa, Sovet İttifaqı Ukrayna İttifaqdaş Cumhuriyetidəki özlüksüz küçüyüvatqan milletçilik eğidir. Ukraynada 50 milyon nüfus və mol təbii baylıq var. Kiyev və Lvovda Ukraynalıların yerim aşkarı bolğan siyasi, dini və mədəniyyət fəaliyyəti aşkarlıq ata qılğan kengçilikdən faydalanışı köpəyməkdə. Demokratik hərəkətinin mühim nöqtəsi ötmüşdəki Sovet İttifaqı siyasətinin Ukraynaga keltirgan ziyonlarini ta'kidlash hamda yanama ilgirlab ruslaşdırışni qat'iy boyqut qilish bo'ldi. Meyli xata yoki to'g'ri bo'lsin, ko'p qism Ukraynaliklar Chernobil yadro elektr stansiyasidagi ofatni Moskvadan ko'rmoqda ham Rossiyaliklardan ko'rmoqda. Ukraynaliklar bu vaqa Kreml sarayidagi hukmronlar ularning millatiga keltirgan 30-yillardagi cho'ng ocharchilikdan keyin turadigan ig'ir ofat deb qaraydi. Ukrayna xalqining yeziq va madaniyat siyosatiga bo'lgan noroziligi hatto hukumatning Ukrayin axborot vositalaridami oshkora ham kuchlik aks etdi. Agar bu xil norozilik kayfiyati taraqqiy qilib, ko'p qism Ukrayna xalqi qo'llaydigan mustaqillikni tashabbus qilish talabiga aylansa, undaqda milliy masala Sovet ittifoqining hayot mamatiga munosabatlik krizisga aylanadi. 1988 yil 7 ayda Moskvada chiqadigan Komsomol haqiqat gazeti Lvov shahrida o'tkazilgan bir qitimliq ommaviy yig'ilishni xabar qildi. Buningdan bu bir maydon krizisining bosh oxirini bayqab olg'ili bo'ladi. Bu qitimqi necha ming kishilik yig'ilish yuzaki qaraganda tarixiy yodgorliklarni qo'g'dashni talab qilsa-mu, lekin nihoyatda tezla keng ko'lamlik millatchilik namoyish faoliyatiga aylandi. Bu qitimqi yig'ilishning rahbarlarining hammasi millatchi faoliyatchilar bo'lib, hissiyoti qo'yiq siyosiy talab bu qitimqi yig'ilishning asosliq alohidaligi. Rossiya gazetlari yig'ilishda nutq so'zlagan Ukraynaliklarni odam qalbidan chiqqan puhra bo'lishqa va vatanparvar bo'lishqa munosib kelmaydigan saranglar deb aybladi. Aniqki, milliy masala islohotning ajallik ojizligi. 1988 yili bahorga kelganda Sovet ittifoqidagi ko'p qism medialar milliy masalani hal qilishdan texi bakmi yiroqda ekanligini oxir e'tirof qildi. Shuning bilan bir vaqtda Ruslar Moskvaga qarshi milliy kayfiyatning mavjudligini, huquqni haqiqiy turda tuvanga tushirish fursati yanamo azayganligini barg'ansir tushunib yetdi. Huquqni tuvanga tushirish balki Sovet ittifoqi tuzum taraqqiyotini texmi ijobiy xarakterga ega qilishi mumkin. Milliy harakat Rossiyaliklarning iqtisodiy unimining tuvanligiga qaramay manfaatga ega bo'lish irodasini texmi chingitib, o'zlarining markaziy hukmronligini davomli yo'lga qo'ydi. Davlat egiligidagi iqtisodiy huquqni tuvanga tushirmoqchi bo'lsa, cho'qim siyosiy tuzilmadagi huquqni tuvanga tushirishni yo'lga qo'yish zarur. Ko'p millatlik imperiyaning siyosiy tuzilmasida huquqni tuvanga tushirmoqchi bo'lsa, bu huquqni ilgari hukmronlikni qabul qilib kelgan millatlarga bo'lib berishdan derak berdi. Shunga iqtisodiy islohotni muvaffaqiyatga erishtirmoqchi bo'lsa, islohot Sovetlar ittifoqini qaytadan qurib chiqib, haqiqiy federatsiya davlatiga aylantirib, Moskvaning hukmronligini ojizlashtirish zarur. Amaliyotda bu imperiyaning parchalanishini keltirib chiqardi. Rossiyaning siyosiy imtiyozliq
qatlimi imperiyaning hukmronlik huquqini, iqtisodiy huquqni tövenge tushirish ata qiladigan paydaga almashtiramdi yo'q degan bu nuqta gumonlanishga arziydi. Ruslar demokratiyalashtirish boshqa millatlarning millatchilik kayfiyatini keltirib chiqarganligini bahona qilib, demokratiyalashtirishni yo'lga qo'yishga qarshi turishga boshladi. Moskva xabarlar gazeti bu hodisani cho'chigan holda o'ttirg'a qo'ydi. Moskva xabarlar gazeti Gorbachevning islohotini oshkor qo'llaydigan gazet. 1988 yılı 4 ayının 3 günü mazkur gazet nurg'un kishilar jamiyatning demokratiyalashishga ergishib, millatlar orasidagi masala tuyuqsiz ig'irlab ketganligiga ishonadi. Zulmatlik mutassib kuchlar yangilik kuchlarni ayblab, ularni burmamixni bo'shtivatdi dedi. Ular yana yurak qinini sarf qilib, oshkorlik ichivatgan masalalarni xotirlab chiqdi. Hamda bu masalalarni oshkorlash sotsialistik tuzumga buzg'unchilik qiladi deb qardi, degan xabarni berdi. 1988 yılı 5 ayının 23 günü İtaliya Kompartiyasi gazeti bo'lgan İttifaq gazeti xabar berib, islohotga eng shiddatli hujum qilgan maqolaning eng dastlabda 1988 yilning 5-ida Sovet Rossiya gazetida e'lon qilinganligini aytgan. Tövendeki bir bölek mazmun hatta an'anaviy axborot organlari tarafidan o'chirib etilgan. Eng cho'ng xatarni Qrim tatarlari va Yahudi tirildirguvchilari qatorliq o'xshash tilga elishga arzimaydigan millatlarda ifodalanib chiqqan nomussiz millatchilik paydo qildi. Ularning qilmishi Sovet ittifoqidagi har qaysi millatlar o'rtasidagi do'stlikqa buzg'unchilik qilishni maqsad qilgan. Ruslarning kunsir ko'payayotgan milliy to'qinishlarga bo'lgan qo'rqish psixikasi ularning zarur bo'lgan islohotga to'sqinlik qilishini keltirib chiqarib, Sovet ittifoqini kommунизмнىڭ ijobiy xarakterlik taraqqiyotiga emas, balki halok bo'lishga qarab mengish ehtimolligi zo'r darajada oshirdi. Faqat partiyaning ta'limotini suslashtirish orqali partiyaning huquqini tövenge tushirib, boshqa millatlarni tadrijiy holda Moskvaning markaziy kontrolligidan qutuldirgandila, ondan yangilik yaratish ahamiyatiga ega muvaffaqiyatga erishgili, ijodchanlikqa, yangilik yaratish ro'yiga va hayotiy kuchga boy bo'lgan Sovet ittifoqi jamiyatini qurib chiqa oladi. Ammo partiyaning rahbarlari va hukmronlar qatlamidagilar qanchalik taqozolik bilan iqtisodiy güllenişni amalga oshirishni orzu qilishidan qat'iy nazar, ularning hammasi siyosiy jihatda bundoq yiroqqa mengishga tavakkul qilishi hargiz mumkin emas. Şunu kishilarning Gorbachevning islohotining haqiqiy muvaffaqiyat qozonish qozonolmasligidan gumonlanishga asosi bor. Bizmo islohotning muvaffaqiyatli bo'lishini birinchi tanlash deb atsak bo'ladi. Ammo ham boshqa tanlashlarni o'ylashimiz zarur. Boshqa tanlashlar. Ikkinchi tanlash uzun muddatlik hamda hech qanday natijasi yo'q qalaymiqanchilik. Uchinchi tanlash islohot qizg'inlikqa o'tib ketsa, qatmal holatning qaytadan ko'rilishi. To'rtinchi tanlash ikkinchi va uchinchi tanlashdagi vaziyatga taqobil turish uchun chekinish va bostirish xarakterlik siyosiy o'zgarish yuz berish. Beshinchi tanlash yuqorqi bir qancha xil tanlash bilan birla vaqtda yuz beradigan oqibat Sovet ittifoqining gumron bo'lishidir. Bu tanlashlarda buningdan keyin bir necha yil ichida yuz berish ehtimolligi eng cho'ng bo'lgani ikkinchi xil tanlash bo'lishi mumkin. Lekin islohot davlat ichidagi to'sqinlikqa uchrab, ehtimol jangovarlikni tadrijiy yo'qotib qo'yish mumkinligi yuqori.
kun siri ig'irlashayotgan davlat ichidagi qalaymiqanchilik, hatto yana bir qitimliq qatmal holat partiyaning tadrijiy holda bir qism yangi tirishchanliklarni ko'rsatishini ilgari surib, jamiyatning intizomi va siyosiy intizomni kuchaytirishi mumkin. Siyosiy intizomni kuchaytirish ehtimol harbiy mustabidlikni keltirib chiqarishi, bo'libmi partiya islohotni ilgari surayotgan yoki tartibni saqlayotgan bosqichda ziyodi manmanchilik qilganda va iqtidorsiz bo'lib qolganda texim shundoq bo'lishi mumkin. Bundaq burilish yuz berish kommunizmning tarixiy kelgusiga ig'ir buzg'unchilik qiladi. Iqtisod va texnikning bir izida to'xtab qilishi Sovet ittifoqi bilan Amerikaning raqobatlashishiga texmi foydasiz. Bastirish bu hokimiyatning xalqarodagi nomining yana bir qatim yerga urildiganligidan bo'ladiganligidan derak berdi. Sovet ittifoqi texi amdil o'tib ketgan Stalin davridan qolgan masalalarni texi to'liq hal qilib bo'lolmadi. Meyli qandaqlı bolsun, jamiyatga ishonchini hokim mutlaq hukmronligining qutisiga qaytadan qachilash intayin mushkul. Chunki Sovet ittifoqida oshkor munozir allaqachon barliqqa keldi. Chet elning ideyaviy iqimiga nisbatan umumiy jihatdan aytganda uncha kuchlik immuniti yo'q. Aşkarlaşqa berilib ketgan Sovet ittifoqi ziyolilari har qanday bostirish qilmishiga cho'qim kuchlik norozilik kayfiyati bilan muomala qiladi. Shunga siyosiy tuzilma islohotining muqarrar mag'lubiyati yoki jamiyatni bostiradigan har qanday tirishchanlik siyosiy vaziyatni kun siri yomonlashtirib etishi hamda eng oxiri tuzumning gumron bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin. Marksizmlik atalgı boyunca yığınçaqlığanda hakim mutlaq siyasetdeki üst qurulma özünün umumyüzlük kontrolliqiga əmdi boysunmaydigan ijtimoiy asos bilan uzun mezgil o'rtaq mavjud bo'lib turishi mumkin emas. Yana marksizmlik atalgı bilan aytganda Gorbachevning siyosati аңлы qalda emas, balkim obyektiv holda yoshurun inqilobiy vaziyat yaratish uchun töhfa qo'shdi. Uning islohoti dal bir turkum islohotning qo'llag'uvchilarini yetishtiryotdi. Ular barbod bo'lishi aniq bo'lgan umidni quchoqlab yuriyotdi. Ular malmonchilik paydo qilyotdi. Birla vaqtda bu qalaymiqanchiliklar haqiqatan ko'p sonli kishilarning turmush sifatini texmi nacharlashtirib etdi. Gerçi ular jamiyatning umidsizlik kayfiyatini oshirayotgan bo'lsa-mu, ammo ular siyosiy vahima psixikasini azaytiyotdi. Bundaq aralashma gavda tabiiyki portlash xarakteriga ega bo'ladi. Barliqqa kelayotgan qiyinchilikqa taqobil turish uchun ba'zi jihatlarda yo'l qo'yishi hamda tavakkul qilib islohot qilishi mumkin. Hatto yezi ilik jihatda komediyalik islohot tadbirlarini qo'llanishi mumkin. Yana Aleksandr Soljenitsinning vatanga qaytishini qarshi elish qatorliq simbol xarakterdagi harakatlarni qo'llashi mumkin. Lekin bularning hammasi tuzumdagi qalaymiqanchilik va jamiyatdagi umidsizlik kayfiyati qatorliq masalalarni hal qila olishi mumkin emas. Aksicha, bu tadbirlar allaqachon oshkorlanib bo'lgan siyosiy krizisni tezlatib etishi mumkin. Iqtisodiy islohotning mag'lub bo'lishi Gorbachevni siyosiy islohotni birinchi o'ringa qo'yishga majbur qildi. Bu ish aslida kishilarni tarixiy ahamiyatga ega bu inqilobiy hukm, ya'ni Sovet ittifoqidagi ijtimoiy tuzumdagi eng cho'ng xatolik Leninizmning mirosi ekanligini to'nib yetishga eskartdi. Bu nuqta to'g'risida Gorbachev tushuncha bera olmaydi. Boshqa tanlash ta'min etadigan tayyor nazariya va tashkil bo'lmaganlikdan bu mirosdan voz kessila hozirgi zamon Sovet ittifoqi turmushida azaldan bor bo'lgan cheriklik, umidsizlik va kunsir to'planayotgan qarshilik kayfiyati qatorliq
qudratli kuchni qo'yib berdi. Davamlıq islohot qilishga izdinish ehtimoli bu ziddiyatlarni haqiqatan kaskinlashtirib etishi mumkin. Chunki islohot Sovet İttifaqı ishchilarini hozir mavjud bo'lib turgan Sovet İttifaqı tuzumida bahramon bo'layotgan asosliq manfaatdan quruq qo'yishi mumkin. Bir vaqtda bu manfaatlar bilan barobar foydaga erisholmaslik mumkin. Asosliq manfaat amaliyotda ishchilarning xizmat ahvoli yaxshi yomon bo'lsin, ishsiz qolmaydi. Yana muqim maoshi bor. Shahar proletariatlari islohot ato qilgan qisqa muddatlik ijtimoiy oqibat paydo qilgan eng og'ir ziyonga uchraydigan bir sinf bo'lishi mumkin. Qisqa muddatlik ijtimoiy oqibat pul paxolligi, uy ijarasi qimmat bo'lish, ya'ni Sovet İttifaqı 1928 yildan boshlab uy ijarasini to'nglatgan. Yoki ishsizlik qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Muayyanlashtirishga bo'ladi-ki, shahar proletariat sinfi ma'lum vaqtda o'zlarining noroziligini ifodalashi mumkin. Oqibat siyosiy jihatda texmi o'yg'ongan Sovet İttifaqı ishchilari orasida kichik ko'lamlik to'plam ko'tarilishi eng oxirida inqilobiy qo'zg'olonga aylanishi mumkin. Ular sotsializm shuariga astoydil muomala qiladi. Ishchilarning demokratiyasini talab qiladi. Ular yana Polsha ittifoq ishchilar uyushmasidan iborat ulgining ta'siriga uchrashi mumkin. Moskvaning davomli hukmronlik qilishiga norozi bo'lganlikdan ruslardan boshqa millatlar orasida o'zliksiz kuchayotgan milliy va diniy to'qinish va milliy bo'linishdagi kuchlik orzumu Sovet İttifaqı ijtimoiy tuzilmasining gumron bo'lishini tezlatadigan omil bo'lishi mumkin. Sovet İttifaqı millatchilik davridan o'zini qochira olishi mumkin emas, hamda navbatda allaqachon barliqqa kelgan parchalanish hodislari uningda aslida bor bo'lgan milliy hissiyot to'qinishni oshkorladi. Hech bo'lmaganda bir qism Rus emas millatlarga nisbatan aytganda, garchi ular haqiqiy mustaqillikni talab qilmasimi, ularning texmi ko'p yerlik iqtisodda o'ziga o'zi xo'ja bo'lish talabi allaqachon saqlanғыл bo'lmaydigan holda, texmi ko'plagan siyosiy jihatda o'ziga o'zi xo'ja bo'lish huquqini talab qilishga taraqqi qildi. Bu talablar eng dastlabda sotsializm va demokratizm shuarini qalqon qilishi mumkin. Lekin yo'shirib turgan oxirgi maqsadi Sovet İttifaqini halok qilishdir. Agar ba'zi qattiq vositalarga murojaat qilmasa, Kreml saroyining kuchlik millatchilik hissiyotiga taqobil turishi tasga to'xtaydi. Agar Sovet İttifaqining davlat ichki vaziyati yana yomonlashsa, markazda armiya qatnashgan va KGB qo'llagan siyosiy o'zgarish yuz berishi mumkin. Ishchida norozi bo'lib yurgan Rossiya ofitserlari, kishini vahimaga soladigan partiya markaziy komitetining byurokratlari va g'azabini bosolmagan KGB amaldorlarining ittifoq tuzib, bu siyosiy o'zgarishga o'rtaq rahbarlik qilishi ehtimolga intayin yaqin. Ular Sovet İttifaqı sotsializmi nomida emas, balki Rus millatchiligi nomida milliy birlikni majburiy asliga keltirishi mumkin. Davlat ichidagi qalaymiqan vaziyatga qarta, ular vatanparvarlik bayrog'ini ko'tarib chiqib va majburiy intizomni yo'lga qo'yib, o'zlarining qilmishlarini tarixiy qonunlikqa ega qilishi mumkin. Bir ideologiya bo'lish sifati bilan kommunizmning sesiq nomi texmi pur ketadi. Qisqacha aytganda, Sovet İttifaqı kommunizm tuzilmasi qechib qutula olmaydigan mushkul ahvol shuki, iqtisodda muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsa, siyosiy jihatda muqimlikdan mahrum qilishni badal qiladi. Siyosiy jihatda muqimlikni saqlamoqchi bo'lsa, iqtisodiy jihatdagi mag'lubiyatni badal qiladi. Davomı bor.